Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu soatlik darsimizda biz 3 bo'longdagi bo'longlarga bir qarab boqaylik. Unda bo'lsa darsimizni boshlashdan burun men muhim bir narsani so'zlayday. Ya'ni 3 bo'long degan nima? 3 bo'long masalan bu yerda bir tal 3 bo'long bor ekan shunami. Biz buni 3 bo'long ABC deb o'qiymiz. Unda o'zi 3 bo'long deganimiz 3 tal tuz siziqning bosh oxirisini tutashtirish va yoki bog'lash orqali hosil bo'lgan shaklni biz 3 bo'long deymiz. Masalan, men bir misol olay shunami. Biz buni 3 tal tuz siziq deb qaraylik. Bu 5i bu oxirisi bo'lsin. Unda bo'lsa 3 tal tuz siziqning shunami baş oxirisini o'zaro bog'lash va yoki tutashtirish orqali hosil bo'lgan bunga o'xshash shaklni biz 3 bo'long deymiz. Unda bo'lsa 3 bo'longdagi bo'longlar degan vaqtda bu yerda biz birinchi alaylikka bir qarab boqaylik. Bu 3 bo'long A, B, C shunami. Unda o'zi ichida 3 tal bo'long bor. A, B, C deb. Unda bo'lsa bu 3 bo'longningki yig'indisi nechikan 180 gradus deb shunami. Biz buni oldingi soat darsimizda ko'rgan edik. Ya'ni 3 bo'longning ichki bo'long yig'indisi necha 180 gradus deb. Unda bo'lsa bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Ya'ni bu yerda bir tal 3 bo'long beribdi shunami. Bu 3 bo'longning ichida yana bir tal 3 bo'long bor ekan. Anandan keyin bu yerdagi arfani tepang debdi. Unda bo'lsa bu cho'ng 3 bo'long A, B, C ga qaraydigan bo'lsak, bu yer 80 gradus, bu yer 40 gradus. Unda bo'lsa bu yer necha gradus bo'lish kerak? Albatta 60 gradus. Shunami? Chunki bu 3 ning yig'indisi 180 bo'lish kerak. Bu 60, bu 20. Anandan keyin men bu kichik 3 bo'longga qarayman shunami? Ya'ni bu 3 bo'longga qaraymiz. Unda bo'lsa bu yerdagi arfani tepish uchun 180 dan 20 bilan 60 ni chiqarib olsam bo'ladi. Unda bo'lsa arfa tang necha 100 gradus degan gap shunami? Arfa tang 100 gradus. Bu 100 bo'lgan vaqtda bu 3 bo'longning yig'indisi ananikin 180 bo'ldi. Astadagi savol qarab boqaylik bo'lsa, bu yana 90 gradus deb beribdi shunami? ABC ananikin bu arfani tepang debdi. Unda bo'lsa bu 90 gradus, bu 40 gradus. Bu bo'long necha gradus bo'lish kerak? Albatta 50 gradus bo'lish kerak. Unda bo'lsa bu yamu 90 gradus ekan. 30 gradus, 50 gradus, ya'ni bu bo'long 80 gradus bo'lib ketdi. Shunami? Bu 90 gradus, unda bo'lsa bu ya 10 gradus bo'lish kerak. Anandan keyin bu 3 bo'long A, B, D ning ichki bo'long yig'indisi 180 bo'ldi. Unda o'zi arfa tang necha 10 gradus degan gap. Keyingi betga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'long beribdi shunami? 3 bo'long A, B, C deb. Unda bo'lsa nima debdi? Bu yerda 3 tal tashqi bo'longning yig'indisi 360 gradus debdi. Unda biz tafsiliy bir qarab boqaylik. Masalan, bu bo'longni men A desam, bu bo'longni-chi B desem, bu bo'longni C desem shunami? Bu yerdagi A qo'shilgan B qo'shilgan C ning 180 ekanligini bilamiz. Bayton o'rgandik shunami? 3 bo'longning ichki bo'long yig'indisi 180. Bu nima debdi bizga? Bu bo'longning tashqi bo'longi, ya'ni A1 pesh bilan ifodalabdi shunami? Yoki A1 deb qarab olaylik. Bu bo'longning tashqi bo'longni B1 pesh shunami? Bu bo'longniki, bu ichki bo'longning tashqi bo'longi C qanday ustiga 1 yozib qo'yapti. Bularning yig'indisi necha ekan? 360 gradus ekan. Biz buni yodlamdik, yodlamaymiz. Bir isbotini chiqarib boqaylik shunami? Bu bo'longni men qanday ifodalayman? 180 elingan A deb olsam shunami? Chunki bu yeyiq bo'long. Buningdan A ni chiqarib o'tgan vaqtimda bu yerdagi A1 qolib qoldi. Shunami? Unda bo'lsa men A1 ni bu xil shaklda ifodaladim. B1 cho 180 elingan B deb ifodalaymiz. Bu yerdagi C1 ni cho 180 elingan C. Unda bo'lsa bir qarab boqaylik, 360 chiqamdi, chiqmamdi. 180 ning yig'indisi necha? 540 gradus. Shunami? Bu yerdagi A, B, C ni chiqarib o'ting debdi. Unda chiqarib o'ting A, B, C deganni A qo'shilgan B qo'shilgan C deb yozib olsam bo'lar, albatta bo'ldi. A, B, C ning yig'indisi 180. Unda bo'lsa 540 dan 180 ni chiqarib o'tgan vaqtimda 360 qilamdi, albatta. Demak, buni qanday isbotlab oldik degan gap. Unda bo'lsa biz buni yodlab olgandan keyin, ya'ni 3 bo'longning 3 tal ichki bo'longning tashqi bo'longlarining yig'indisi 360 gradus bo'lgan shunami? Bu xulosani chiqarib olgandan keyin 100, 140 bu yerdagi arfani qo'shgan vaqtimda 360 bo'lish kerak. Unda 360 dan 100 ni 140 ni elvatsam, arfa necha? 120 gradus degan gap. Bu yerga qarab boqaylik. Bu 100 gradus ekan, bu 150 gradus ekan shunami? Bu bo'longning tashqi bo'longi, bu bo'longning tashqi bo'longi bor ekan. Unda bo'lsa bu bo'longni tepish uchun 360 dan buni chiqarib o'tamiz. Shunami? 250 ni chiqarib o'tgan vaqtimda bu bo'long 110 gradus qolib qoldi. Unda bo'lsa bu yeyiq 180 graduslik bo'longdan 110 ni chiqarib o'tgan vaqtimda arfa necha? 70 degan gap. Unda bo'lsa arfa tang 70. Shunami? Javob chiqdi degan gap. Keyingi betga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'long beribdi shunami? 3 bo'long A, B, C ekan. Unda bo'lsa bularniki 3 tal ichki bo'long bor shunami? Men buni A deb olay, bu B, bu C. Unda bo'lsa A, B, C ning yig'indisi 180, lekin bu bizga nima deb beribdi?
Bu A'nın sırtqı bulun şunama taşqı bulun A peş. Nimaga teng? B bilan C'ning yig'indisiga teng deb, ya'ni bu ikki bulonning yig'indisiga tengkan. Amaliyotda biz buni tunji sariq darasimizda ko'rgan edik. Nima deb ko'rgan edik? Bir 3 bulonda shundami, ikki tal ichki bulonning yig'indisi 3-chi bir bulonning tashqi bulonga teng bo'ladi deb o'rganib olgan edik. Undaq bo'lsa, bu qonuniyatga asosan bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Bu yerda bir 3 bulon bor ekan shundami, A, B, C deb. Unda bo'lsa, bu bulon nechaga tengkan? X qo'shilgan 45 gradus, bu X qo'shilgan 20, 2x ilingan 15. Ya'ni bu yerda bu bulon nimaga teng bo'ldi? Bu bulon bilan bu bulonning yig'indisiga shunami. Unda bo'lsa, x qo'shilgan 45 gradus teng. Bu ikkisini qo'shib etsam, necha bo'ldi? 3x ilingan necha? Qo'shilgan 5 gradus bo'lib ketadi shundami. Unda bo'lsa, ikki tarafdan 5 ni elib etgan vaqtimda bu yerda 40 gradus qoldi. Bu yerda shu 5 gradus yo'qolib ketdi shundami. Ikki tarafdan x ni elib etgan vaqtimda bu yerda 2x qolib qoldi. Unda bo'lsa, x teng 20 gradus. Mana javob. X teng 20 gradus. Keyingi savol qarab boqaylik. Nima debdi? A, B, C shunami. Bu yerda bir tal 3 bulon bor ekan. Unda bo'lsa arfani tepang debdi. Ya'ni bu 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, shunami C, E, D degan bu 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, 2 tal 3 bulon bor ekan. 30 gradus, 40 gradus deb 2 tal ichki bulon. Unda bo'lsa bu bulonni qanday topaman? 30 bilan 40 ning yig'indisi shunami. Unda bo'lsa bu 70 nereden keldi? Bu 3 bulonning shunami 2 tal ichki bulonining yig'indisi bu 3-cü bir bulonun taşqi bulonga teng bo'ladi. Unda bu 70 bo'ldi. 60 70 qo'shib olsam 130 shunami. 180 dan 130 ni chiqarib o'tgan vaqtimda arfa teng necha? 50 gradus degan gap. Mana javob. Keyingi betga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima beribdi? A, B, D, C shunami bir tal 4 taraflik beribdi. 1 2 3 4 taraflik. Biz buni geometriyada kepinak shakllik yoki laglak shakllik deb olamiz. Unda bo'lsa, nima deb tanilgan ekan? Bu yerda bu sirtdagi bu beta degan bulon A, B, C, ya'ni bu 3 tal bulonning yig'indisiga teng bo'ladi ekan qaraydigan bo'lsak. Unda bo'lsa biz buni yodlab olamiz. Albatta yodlamaymiz shunami. Men A, D bu ikki nuqtadan o'tkazib bir tuz siziqdan birini sizib olsam nima chiqadi ekan bir qarab boqaylik. Mushta bir tuz siziq sizganimda bu tuz siziq bu A degan bu bulonni ikki parcha qilib o'tdi shunami. Men buni A1, buni A2 deb olay. Bu yerdagi bu beta degan bulonni ikki parcha qilib o'tganlik uchun bu bulonni beta 1, bu bulonni-chi beta 2 deb olay. Bunda bo'lsa bir savol. Bu yerdagi beta 1 deganim A1'ga B'ni qo'shqanga tengmi, teng emasmi? Bu yerga yozay. Tengmi? Albatta teng. Chunki bu 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, shundami? Bu degan tashqi bulon, ya'ni bu bulonning tashqi buloni. Unda bo'lsa, o'xshash qonuniyat bilan bu yerdagi beta 2 nimaga teng bo'ldi? A2 qo'shilgan C'ga teng. Shundami? Unda bo'lsa, men buni qayta bir yozgan vaqtimda bu yerdagi beta degan beta 1 qo'shilgan beta 2 ga teng bo'ldi. Unda bo'lsa A1 qo'shilgan B qo'shilgan A2 qo'shilgan C deb oldim. Shundami? A1 ga B ni qo'shsam beta 1 ga teng, A2 ga C ni qo'shsam-chi beta 2 ga teng. Demak bu to'g'ri ekan degan gap. Biz yuqorida bu qonuniyatni isbotladik shundami? Navbatda biz buni xulosalab olgandan keyin udulla akilib ishlasak bo'ldi. Ya'ni mushta bir kepinak shakllik 4 taraflikda nima bo'lgan? Bu 3 bulonning yig'indisi sirtidagi bu bulonga teng bo'ldi ekan, shundami? Unda bo'lsa, o'ng tarafdagi bu savol qarab boqadigan bo'lsak, bu arfa nimaga teng bo'ldi? 70 40 30 ning yig'indisi. Bu ikkisini qo'shib olsam 100, 40 ni qo'shib olsam, unda bo'lsa 140 gradus degan gap. Arfa teng 140 gradus. Unda bo'lsa, ikkinchi savol qarab boqaylik. Bu 40 gradus bo'lsa, bu yami 40 gradus bo'ldi shundami? Avval kepinakni bir ko'rib olaylik. Bu kepinak albatta degan gap. Mana bu yerda bunda bir kepinak bor shundami? Unda bo'lsa, bu arfani so'rabdi bizdan. Bu arfa nimaga teng bo'ldi? 40 60 50 ning yig'indisi. Ya'ni necha gradus bo'ldi? 150 gradus degan gap. Keyingi mazmun qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bulon beribdi shundami? 3 bulon A, B, C. Anandan keyin bir tafsiliy bir qarab boqaylik. Bu yerda bir bulon bor ekan. Bu bulon qanday shakllanibdi? Tegidagi B degan bu bulonning bir bulon o'ttirisi chiqibdi shundami? Bu yerdagi C degan bu bulonning bir bulon o'ttirisi chiqib, o'sha yerda D degan bir nuqtada kesishibdi. Kesishgandan keyin bu yerda bir tal bulon hosil bo'libdi. Unda bu bulon beta nimaga teng bo'ldi ekan? 90 gradus qo'shilgan x bo'lingan 2 debdi. Ya'ni bu x ni 2 ga bo'lib 90 gradusga qo'shib etsam beta chiqadi ekan. Biz buni yodlamdik, albatta yodlamaymiz shundami? Bu qanday bo'ldi? Men bu bulonni B deb olay.
Yani BD degan bu siziq bu bulonun bulon o'ttirisi bo'lg'achqa ustidagi bu bulon bilan astidagi bu bulon birsi-birsiga teng shundami? Bu bulonni C deb olsam, o'xshash qonuniyat bilan bu ham qanday bo'ldi? C bo'ldi. Biz bu yerdan ko'rdik. Bu yerdagi beta degan nimaga teng bo'ldi? Beta deganim shundami? X qo'shilgan B qo'shilgan C ga teng bo'ladi. Yani biz bunu baytdan qanday to'rt taraflik bir kepinakni ko'rgan edik. Unda bo'lsa, masalan bu yerdagi tigidagi bu B, C, D degan bu uch bulonga qaraydigan bo'lsak, shundami? Bu yerda qanday bir munosabat bor? B qo'shilgan C, ya'ni bu bulon qo'shilgan bu bulon qo'shilgan bu bulon qo'shilgan beta tengchi bo'ldi? 180 gradus bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa bu yerdagi B qo'shilgan C degan nimaga teng bo'ldi? B qo'shilgan C degan shundami? Men buni qaytib bir yozay. Beta teng X qo'shilgan. Aslidagi bu ikkinchi tenglikdan biz nimani chiqarib olaymiz? B qo'shilgan C degan shundami? Bu betani o'ng tarafga o'tkazsam 180 ilingan beta. B qo'shilgan C nimaga teng bo'ldi? 180 ilingan shundami? Betaga teng bo'ldi. Bu minus betani o'ng tarafga o'tkazgan vaqtimda nima bo'ldi? 2 beta teng X qo'shilgan 180 gradus. Bu tenglikning ikkala tarafini shundami? Tenglimining 2 ga bo'lgan vaqtimda beta teng 2 dan X qo'shilgan 90 gradus. Mana munosabat chiqdimi? Albatta chiqdi. Biz buni isbotlab oldik shundami? Unda bo'lsa biz buni isbotlab bo'lgandan keyin bir xulosalab olaylik. Ya'ni mushta bir 3 bulon kelgan vaqtda shundami? Tegidagi bu 2 bulonning bulon o'ttirisi kesishgan nuqtada hosil bo'lgan bu bulon beta nimaga teng bo'ldi ekan? 90 gradusga ustidagi bu X'ning yarmini qo'shayotganga teng bo'ldi degan gap. Bu alaydilikka asosan bu ikki savolga bir qarab boqaylik olsa, bu savol qaraydigan bo'lsak, shunami? 3 bulon ABC'ning tegidagi ikki tal bulonning bulon o'ttirisi chiqib D degan nuqtada kesishibdi. Shunami? Andan keyin bu yerda alfa deb bir bulon hosil bo'libdi. Unda bo'lsa, bu yerdagi alfa xuddi bu yerdagi betaga o'xshash nimaga teng bo'ldi? Alfa teng 90 gradus qo'shilgan 2 dan ustidagi 60 gradus. Shundami? Unda bo'lsa javob 120 gradus chiqdi degan gap. Alfa teng 120 gradus deb olamiz. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, ostidagi savolim o'xshash shundami? Bu 3 bulonda tegidagi bu bulon bilan tegidagi bu bulonning bulon o'ttirisi chiqib D degan nuqtada kesishibdi. Bu bulon 111 gradus ekan. Unda bo'lsa 115 gradus ekan. Shundami? 115 gradus degan nimaga teng bo'ldi unda bo'lsa? 90 gradus qo'shilgan 2 dan bu yerdagi alfaga teng. Shundami? Mana ma'qul shaklda. Unda bo'lsa bu tenglimni yechadigan bo'lsak, shundami? Ikkala tarafdan 90 ni ilib o'tamiz. Bu yerda 25 gradus teng 2 dan alfa. Unda bo'lsa alfani 2 ga bo'lsak 25 gradus. Unda bo'lsa alfa teng 50 gradus degan gap. Keyingi betga qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bulon beribdi, shundami? Andan keyin ABC deb. Unda bu bulonni X debdi. Men bu bulonni B deb olay. Bunichu C deb olay. Unda bo'lsa bu nima debdi? Mushta bir ABC deb bir 3 bulon bor, shundami? Tegidagi bu ikki tal bulonningki qanday sirtidagi bulon. Yani biz bunu Türkçe diş açı deb qo'yamiz shundami? Sirtidagi bu tashqi bulonningki bulon o'ttirisi ekan bu shundami? Chunki bu bulonga teng debdi. Bu bulon o'ttirisi bilan bu bulonningki, ya'ni bu C degan bulonningki tashqi bulonning bulon o'ttirisi D degan bir nuqtada kesishibdi. Andan keyin bu yerda beta deb bir bulon hosil bo'libdi. Unda bu beta nimaga teng ekan? 90 gradusdan shundami? Bu yerdagi X'ning yarmini ilib o'tganga teng bo'ldi ekan. Qaraydigan bo'lsak, bu bir 3 bulon, unda bo'lsa 3 bulonningki 2 bulon yig'indisi 180. Unda bo'lsa B qo'shilgan C qo'shilgan X necha gradus bo'ldi? 180 gradus degan gap. Bu mishal qilib qog'oz tutsin. Unda bo'lsa biz bu bulonni qanday ifodalaymiz? Bu qizil siziqni tatib qo'ygan bu bulon shundami? 180 ilingan B-ga teng. Men buni 2 ga bo'lgan vaqtimda nima chiqdi? Bu bulon chiqdi. Shundami? Unda bo'lsa o'ng tarafga qarab boqaylik yana. Unda bo'lsa bu bulonni qanday ifodalayman? Bu bulon deganim 180 ilingan C shundami? Bu ichidagi buni chiqarib o'tdim. Unda bo'lsa men buni 2 ga bo'lgan vaqtimda buni 2 ga bo'lsam nima chiqdi? Bu bulon chiqdi. Bununla bunu qo'shib shundami? Andan keyin betani qo'shsam nima bo'ladi? Astidagi bu 3 bulonniki 2 bulon yig'indisi 180 gradus bo'lib ketdi mana. Unda bo'lsa buni bir yig'inchoqlagan vaqtimizda shundami? Mahraj o'xshash 180 ga 180 ni qo'shsam 360 ilingan B ilingan C deganni ilingan B qo'shilgan C deb yozib olsam bo'ladi. Unda bo'lsa biz ustida B qo'shilgan C botdi bu yerda. Unda bo'lsa bu yerda nima keladi? B qo'shilgan C degan 180 gradus ilingan X ga teng. Shundami? B qo'shilgan C ning o'rniga 180 ilingan X ni qo'yma. Andan keyin keynida yani beta teng 180 gradus deb bir narsa bor. Shundami? Unda 360 gradus ilingan B qo'shilgan C degan 180 gradus ilingan X bo'lingan 2
qo'shilgan beta teng 180 gradus. Bunu bir yığınçaqlasam şundama 360'dan 180'ni elvetsem 180 minus ne buldu? Plus 8 bölüngen 2 qo'shilgan beta teng 180. Unda olsa bu yerda beta şu bet qilib qoldi şundama. Anandan 180'ni 2 bölsem 90. Unda olsa 180'dan 90'ni 50 o'timiz. Anandan aksini 2 bölsem-chi 2'dan x. Unda olsa elingan 2'dan x bo'lib ketdi degan gap. Beta teng 90 gradus elingan 2'dan x. Mana isboti chiqdi. Shundami? Unda bu isbotni chiqarib olgandan keyin biz yana bir xulosalab olaylik. Mushta bir tal 3 bulon bo'lsa, tegidagi 2 tal bulonning tashqi bulonninki bulon o'ttirisi kesishgan nuqtada hosil bo'lgan bulon beta nimaga teng bo'ldi ekan? 90 gradusdan ustidagi bu bulonning yarmini elvatganga teng bo'ldi ekan. Bu qonuniyatga asosan biz bu 2 tal savolga bir qarab boqaylik. Unda bo'lsa bir tal bulon shundami? Andan keyin tegidagi 2 tal bulonning tashqi bulonninki bulon o'ttirisi kesishgan nuqta D da hosil bo'lgan bulon alfa nimaga teng bo'ldi? Alfa teng 90 gradus elingan ustidagi 80 bölüngen 2. Shundami? Unda olsa 90 gradusdan 40 gradusni elvatsam ne chiqaldi? 50 gradus degan gap. Alfa teng 50 gradus. Keyingi savol qarab boqaylik olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir 3 bulon bor ekan shundami? Andan keyin bu bulon bilan bu bulonninki tashqi bulonninki, ya'ni tashqi bulon degan bu bulon bilan bu bulonninki bulon o'ttirisi shundami? Bu bir bulon o'ttirisi, bu bir bulon o'ttirisi. Unda bu ikki bulon o'ttirisi kesishgan nuqta D da hosil bo'lgan bu alfa nimaga teng bo'ldi? Bu yerdagi bu alfa shundami? Nimaga teng? 90 gradus elingan ustidagi bu alfaninki 20. Unda olsa bu tanlimini yeyishimiz navbatda. Men bu 2dan alfani 10 ga yetkazgan vaqtimda bu alfa deganni 2dan 2 deb yozib olsam bo'ldi, shundami? 2dan 2 deb. Unda olsa 2dan 3 alfa teng 90 gradus. Unda olsa alfani tepish uchun 90 ni 2dan 3 ga bo'lma, ko'paytimiz 3dan 2 degan gap alfa teng 60 gradus. Qani javob. Shundami? Alfa teng 60 gradus degan gap. Keyingi betga qarab boqaylik olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bulon beribdi, shundami? A, B, C deb. Unda olsa tafsilroq qaraydigan bo'lsak, bu 3 bulonning 3 tal bulonidan 3 tal nima chiqibdi? Bulon o'ttirisi chiqibdi, shundami? Andan keyin bir nuqtada kesishibdi. Yana nim degan gap? Bulon o'ttirisi, shundami? Bu bulonga teng, bu bulonga teng va bu bulonga teng degan gap. Unda bo'lsa biz bu yerdan qanday bir qoida xulosalab olaymiz? Ya'ni bir tal 3 bulonda, shundami? Bu 3 tal bulonning nimasi 3 tal bulon o'ttirisi 3 bulonning ichida bir nuqtada kesishidi degan gap. Bunda bo'lsa men buni kitobdan shu payt ko'chirib olib qo'ydim. Birlikda o'qib boqaylik. Uchgenin ich och o'rtaylari uchgenin ich bo'lgasida bir nuqtada kesishir. Men bu aytgan degan gapning turukchisi. Shundami? Bunda bo'lsa bu qoidaga asosan bu savolni va bu savolni bir ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bulon bor ekan, shundami? A, B, C deb. Bu bulonning bulon o'ttirisi bilan bu bulonning bulon o'ttirisi D degan bu nuqtada kesishibdi. Va 3-chi bir bulondan bir tal nima chiqibdi? Siziq chiqib, shundami? Unda bo'lsa, bu nima qilibdi? Bu nuqtadan o'tibdi. Unda bo'lsa, bu siziq mutlaq bu bulonning nimasi? Bulon o'ttirisi bo'ladi va bu bulonga teng degan gap. Unda bo'lsa, bu ya alfa bo'lsa, bu ya nima? Alfa. Shundami? Unda bo'lsa, nima debdi bu yerda? BAC, ya'ni bulon BAC necha gradus? 70 gradus. Unda bo'lsa, alfani toping debdi. 70 ni 2 ga bo'lamiz. Alfa degan 35 gradus. Unda bo'lsa, ikkinchi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, ABC, ya'ni ABC deb bu yerda bir 3 bulon bor ekan. Unda bo'lsa, bu 3 bulonning bu bulonningki nimasi? Bulon o'ttirisi bilan bu bulonning bulon o'ttirisi D degan bir nuqtada kesishibdi, shundami? 3-chi bulondan chiqqan bir siziqmi D'dan o'tgan bo'lsa, demak, bu siziqmi bu bulonning nimasi? Bulon o'ttirisi degan gap. Unda bo'lsa, bu bulon bilan bu bulon teng. Ya'ni bu ya alfa bo'lsa, shundami? Alfa degan gap. Unda bo'lsa, biz bu xil shakldagi shaklni to'rt taraflikni boyitdan ko'rgan to'xshnama. Nima deb olgandik biz buni? Kepinakka o'xshatgan to'q. Mushta bir kepinak shundami? Unda bo'lsa, bu yerdagi 60 qo'shilgan 40 100 gradus. 100 gradus nimaga teng bo'ldi? 100 gradus deganim 90 gradus qo'shilgan ustidagi bu bulonni 2 ga bo'lganga shundami? Unda bo'lsa 2 alfa bo'lingan 2. Unda bo'lsa qayta bir yozsam 90 gradus shundami? 100 gradus teng 90 gradus qo'shilgan 2 alfani 2 ga bo'lsam alfa. Unda bo'lsa alfa chiqdi shundami? 90 ga nechini qo'shsam 100 bo'ldi? 10 gradus degan gap. Unda bo'lsa alfa teng necha? 10 gradus. Keyingi betga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bulon bor ekan, shundami? ABC deb. Andan keyin tafsilroq qaraydigan bo'lsak, bu 3 bulonningki ostidagi bu bulon bilan bu bulonning tashqi bulonlari, ya'ni bu bulon
va bu bulonning nimasi? Bulon o'ttirisi, shunami? Bulon o'ttirisi nima qilibdi? Bu nuqtada kesishibdi. Shunami? Andan keyin 3-bulonning bulon o'ttirisi chiqib, bu nuqtada kesishibdi. Demak, biz qanday qilib olaylik ekanmiz? Bir 3 bulonning, shunami? 2 tal bulonning tashqi bulonning bulon o'ttirisi bilan 3-bir bulonning bulon o'ttirisi bu bulonning sirtida bir nuqtada kesishir ekan, shunami? Unda bo'lsa, kitobdagi bir qarab boqaylik. Bir uchganda ikki ochining dish ochi o'rtaylari, shundami? Ikki ochining dish ochi o'rtaylari, ya'ni bu ikki dish ochi o'rtay nima bo'libdi? Ila diğer ochining ich ochi o'rtayi, shundami? Unda bo'lsa, diğer ochining ich ochi o'rtayi nima qilgan? Uchgenin dishida bir nuqtada kesishir. Men bu aytgan degan gapning turuvchisi shu. Unda bo'lsa, bu qoidaga asosan bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, mushta bir 3 bulon beribdi, shundami? Andan keyin arfani tepang debdi. Unda bo'lsa, tafsilroq qaraydigan bo'lsak, shundami? Bu 3 bulonda bu bulonninki nimasi? Sirtidagi bulon, shundami? Tashqi bulonninki bulon o'ttirisi va bu bulonning bulon o'ttirisi chiqib bu nuqtada kesishibdi, shundami? Unda bo'lsa, bu bulonninki tashqi bulon, ya'ni bu bulondan chiqqan bir siziq nima qilibdi? Bu nuqtadan o'tganga qaraganda bu siziq qanday bo'ldi? Bu bulonninki, shundami? Bulon o'ttirisi bo'ladi. Ya'ni bu yerda bu bulon bilan men qaytib bir sizay, bu bulon ikkisi birsiga teng degan gap. Agar bu ikki bulon birsiga teng bo'lmasa, bu siziq qat'iy bu C degan nuqtadan qat'iy o'tmaydi. Asla mumkin emas. Unda bo'lsa bu 50 gradus bo'lsa, bu 50 gradus, shunami? Ikkisini yig'indisi necha bo'lib ketdi? 100 gradus bo'lib ketdi. Bu bir yeyiq bulon, shunami? Qaytib bir sizsam, bu bir yeyiq bulon necha gradus bo'ldi? 180 gradus. 180 dan 100 ni chiqarib olsam, arfadan 80 gradus qoldi degan gap. Ikkinchi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda 40, 70 nima, 30, 75 deb bir bulonlarni beribdi, arfani so'rabdi bizdan. Men buni bir uzartsam, ya'ni bu siziqni qo'yib shunda bir uzartgan vaqtimda uzartdim mana. Unda o'sib ustidagini uzartib boqay. Buni uzartgan vaqtimda nima bo'ldi? Mushta uzartdim. Unda bo'lsa 40, 70. Maya necha bo'ldi? 70 gradus degan gap shundami? Unda bo'lsa 30, 75. Bu ham necha bo'lish kerak? 75 gradus bo'lish kerak. Nima uchun? Chunki bu bir yeyiq bulon 180 gradus. 75, 75, 70, 70. Unda bo'lsa biz qanday bir xulosa chiqarib oldik? Ya'ni bu siziq shundami? AD degan bu siziq ham CD degan bu siziq qanday bo'lgan? Bu bulon ve bu bulonning bulon o'ttirisi bo'lgan. Unda bo'lsa bu ABC degan bulon 3 bulonda shunami? Bu ikki bulonninki tashqi bulonlarninki bulon o'ttirisi bu nuqtada kesishibdi. Unda bo'lsa bu bulondan, ya'ni bu bulondan chiqqan bir siziqmi bu nuqtadan kesishibdi. Unda bo'lsa bu BD degan siziq, ya'ni bu bulonning nimasi bo'ldi yana? Bulon o'ttirisi bo'ldi. Bu ya alfa bo'lsa, bu ya alfa bo'lib ketdi degan gap. Unda bo'lsa bu bulonninki ichki bulon yig'indisi 180, uningdan 30, 40 ni chiqarib o'tgan vaqtimda nima chiqib qoldi? 110 gradus chiqib qoldi. Shunami? Bu alfa bo'lgan ekan, alfani tepish uchun men qanday qilmay 110 ni 2 ga bo'layotgan vaqtimda alfa teng necha 55 gradus degan gap. Keyingi betga qarab qo'yilgan bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, teng yonliq 3 bulon deb tushunami? Unda bo'lsa tafsilroq bir qarab boqaylik. Mushta bir 3 bulon bor ekan, ABC deb tushunami? ABC. Unda bo'lsa bu nima debdi? Bu yerda AB ning uzunligi bilan AC ning uzunligi teng. Ya'ni AB bilan AC teng. Unda bo'lsa biz bu 3 bulonni nima deyotganmiz? Teng yonliq 3 bulon. Ya'ni teng yonliq 3 bulon deganimiz bir 3 bulonda xohlagan ikki taraf, ya'ni bu taraf bilan bu taraf bo'lsin, yoki bu taraf bilan bu taraf bo'lsin, yoki bu taraf bilan bu taraf teng bo'lsin. Ya'ni 3 bulonninki 3 tal tarafi boshlanma, xohlagan ikki taraf birsiga teng bo'lsa, biz bu 3 bulonni geometriyada teng yonliq 3 bulon deymiz. Teng yonliq 3 bulonniki bir alohidaligi bor. Ya'ni bu ikki taraf birsiga teng bo'lsa, bu ikki tarafning tagidagi bu bulon bilan bu bulon qanday bo'ldi? Birsiga teng bo'ldi. Ya'ni bu alfa bo'lsa, bu alfa. Bunda bo'lsa teng yonliq 3 bulon va teng yonliq 3 bulonniki bu alohidaligi asosan bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb 3 bulon berib turishmi? Alfa teng necha debdi? Unda bo'lsa BCD degan bu 3 bulonda bu taraf bilan, ya'ni bu taraf bilan bu taraf qanday ekan? Birsiga teng ekan. Unda bo'lsa tegidagi ikki bulon birsiga teng bo'lishi kerak. 40 gradus va 40 gradus. Shunami? Unda bo'lsa 40 bu ikkisini qo'shib etsam nima chiqadi? Tashqi bulon chiqadi. Shunami? 40 bu yer 80 bo'lib ketdi degan gap. Unda bo'lsa ABD ga qaraydigan bo'lsak, ichki bulon yig'indisi 180. Unda bo'lsa bu yerdagi alfa necha bo'lish kerak? Alfa teng 50 gradus degan gap. Ikkinchi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, ABC deb bir 3 bulon berib turishmi? Bu taraf va bu taraf 3'i birsiga teng ekan.
Onda bo'lsa biz qanday qila olamiz? 30 gradusga alfani qo'shgan vaqtimda bu yer chiqadi. Shundaymi? 3-bulonninki nimasi? Tashqi bo'loni. Onda bo'lsa 30 qo'shilgan alfa degan gap. ABD degan bu 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, bu taraf bilan bu taraf birisi-birisiga teng bo'lgandan keyin bu 3 bulon teng yanliq 3 bulon. Shundaymi? Onda bo'lsa teng yanliq 3 bulonda bu yer bilan bu yer teng bo'lgandan keyin bu bulon 30 qo'shilgan alfa bo'lsa, bu bulonmi qanday bo'ldi? 30 qo'shilgan alfa bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa yana bir qarab boqaylik. Bu yerda nima debdi ekan? Bizga ABC degan bu 3 bulonda shundaymi? Bu taraf bilan bu tarafni birisi-birisiga teng deb ekan shundaymi? Unda bo'lsa bu bulon alfa bo'lsa, bu bulonmi alfa degan gap. Unda bo'lsa ABD degan bu 3 bulonniki shundaymi? 3 tal bulon chiqib bo'ldi. Yig'indisi necha bo'lish kerak? 180 gradus shundaymi? Unda bo'lsa buni qo'shib etsam, ya'ni 30 qo'shilgan alfa qo'shilgan 30 qo'shilgan alfa teng 180 gradus. Alfa necha bo'ldi? 3 alfa teng 30 shundaymi? 60. 180 dan 60 dan etsam 120 gradus. Unda bo'lsa alfa degan necha? 40 gradus degan gap. Shundaymi? Keyingi betga qarab boqaylik. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bulon berib turishindami? ABD deb bir 3 bulon bor ekan. Anandiki nima debdi bu yerda? Bu bulonniki bulon o'tirisi chiqibdi shundami va 3 bulonning ichidagi bu bulonning tashqi bulonning bulon o'tirisi chiqibdi. C degan bu nuqtada kesishibdi. Kesishgandan keyin bu yerda hosil bo'lgan bulon shundami? Bu bulonniki qanday ekan? Yarimiga teng yoki bu bulonning ikkisi debdi. Unda bo'lsa biz buni bir isbotlab boqaylik. Ya'ni bu bulon bir bulon o'tirisi bo'lgandan keyin shundami? Men buni A deb olsam, ostimi A bo'ladi. Unda bo'lsa bu bulonni masalan B deb olay. Shundami? Unda bo'lsa bu bulonni teshdagi bu bulonni qanday ifodalaymiz? 180 ilingan B. Shundami? Bu bulon o'tirisi bo'lgandan keyin bu bulon nimaga teng bo'lganda bo'lsa, bu bulon deganimiz 180 ilingan B bo'lingan 2. Bunda bo'lsa biz bu yerdagi bu bulon bilan bu bulonni bir ifodalab boqaylik. Men bu bulonni bulon C deb olay, bu bulonnichi bulon D deb olay. Unda bo'lsa bulon C nimaga teng bo'ladi? Bulon C deganim shundami? Bu 3 bulonninki ichki bulon yig'indisi 180, undan bu bulon bilan bu bulonni chiqib o'tganga teng. Ya'ni 180 gradus shunami? Elingan alfa shunami yoki A qo'shilgan bu bulon. Qanday ifodalaymiz uni? B qo'shilgan 180 elingan B bo'lingan 2. Unda bo'lsa biz buni bir yig'inchoqlaylik. Bulon C teng 180 gradus shunami? Andan keyin elingan bu yerga 182 bo'lsam, unda bo'lsa mesela elingan A qo'shilgan B shunami? 182 bo'lsam 90, unda bo'lsa elingan 2B bo'lib keldi. 2 dan B. Unda bo'lsa yana bir yig'inchoqlaydigan bo'lsak 180 gradus shunami? Elingan 90 gradus chiqdi. Elingan A B dan 2 dan B ni elvetsam 2 dan B minus bilan elingan 2 dan B bo'lib ketdi. Unda bo'lsa bulon C teng 180 gradusdan 90 nevetsam 90 gradus elingan A elingan 2 dan B qoldi. Shundami? Unda bo'lsa bulon D ni bir ifodalab boqaylik. Bulon D ni men bu yerga yozay. Bulon D degan nimaga teng bo'ldi? Ya'ni bu bulon shundami? Bu 3 bulondan nimani elib o'tamiz? Ya'ni 180 gradusdan elib o'tamiz bu bulonni shundami? 2A qo'shilgan bu ostidagi B. Unda bo'lsa bu ostiga yozay shundami? Bulon D teng 180 gradus elingan 2A elingan B bo'lib ketdi. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, biz buni bir qarab bu munosabatni chiqarib olamiz shundami? Bu 2 bulonda qanday munosabat bor? Ustidagi bu bulonga 2 ni ko'paytgan vaqtimda 90 ga 2 ni ko'paysam 180 gradus shundami? Minus A ga 2 ni ko'paysam minus 2A, minus 2 dan B ga 2 ni ko'paysam minus B. Demak, bu bulonga 2 ni ko'paysam bu bulonga teng bo'ldi ekan. Ya'ni B ga betaga 2 ni ko'paysam bu yerdagi 2 betaga teng bo'ldi degan gap. Biz buning isbotini chiqardik. Shundami? Unda bo'lsa bu munosabatga asosan bu ikki savol qarab boqaylik. Yana mushta bir tal 3 bulon bo'lsa shundami? Bir bulonning bulon o'tirisi bilan ikkinchi bir bulonning tashqi bulonning bulon o'tirisi kesishgan nuqtada hosil bo'lgan bu bulon bilan bu bulonning munosabati shundami? Buni 2 ga bo'lsam bu chiqadi yoki buni qanday 2 ga ko'paysam bu chiqadi degan gap. Unda bo'lsa birinchi savol qaraydigan bo'lsak ABC degan bir 3 bulon. Bu bulonning bulon o'tirisi bilan shundami? Bu bulonniki, ya'ni bu bulonniki tashqi bulonniki bulon o'tirisi kesishgan nuqtada hosil bo'lgan bu alfa, bu 60 ning nimasi? 20. Unda bo'lsa alfa teng necha? 30 gradus degan gap. Ikkinchi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak shundami? Bu yerda nima ekan bu? Bu bir bulon o'tirisi ekan shundami? Bu bir bulon o'tirisi, ya'ni bu 3 bulonningki
bu bulon bilan bu bulonning tashqi bulonlarniki bulon o'rtasi C nuqtada kesishibdi. Shundaymi? Unda bo'lsa bu bulondan chiqqan bir siziq umi C nuqtadan o'tibdi. Demak, bu siziq bu bulonning bulon o'rtasi degan gap. Bu ya alfa bo'lsa, bu ya mu alfa degan gap. Bunda bo'lsa bu bulonning bulon o'rtasi bilan bu tashqi bulonniki bulon o'rtasi kesishgan nuqtada hosil bo'lgan bu 15 gradus, bu yaniki nimasi? Yerimi. Unda bo'lsa bu bulon 30 gradus degan gap. Shundaymi? Unda bo'lsa bu ya 30 gradus bo'lsa, ya'ni bu ya 30 gradus bo'lsa, bu ya necha bo'ldi? Albatta 60 gradus bo'ldi. 30 gradus, 60 gradus. Shundaymi? 180 dan 30 ni 60 ni chiqarib olsam ne chiqib qoldi? 90 qilib qoldi. 90 ni 2 ga bo'lsam alfa chiqdi. Unda bo'lsa alfa teng 45 gradus degan gap. Keyingi betga qarab qo'yaylik. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bulon bor ekan, shundaymi? Bu 3 bulon bulabli qolmay alaydi bir 3 bulon. Ya'ni qanda bu bulonni 90 gradus deb turibdi. Bir bulonni 90 gradus bo'lgan bulonni biz nima deymiz? Tik bulonliq 3 bulon deymiz. Men bu yerga yana birini sizay, shundaymi? Unda bo'lsa, men buni 90 gradus deb mushta qarab faraz qilib sizib etdim. Ya'ni mushta bir ta bulon 3 bulon sizadigan bo'lsak, men bu bulonni A, masalan, buni B, buni C deb olay. Unda bo'lsa, bu bir 90 graduslik tik bulonliq 3 bulon. Shundaymi? Unda bo'lsa, bu tik bulonliq 3 bulonda qanday qilibdi? Bu yantu tarafni 34dan 2 parcha qilib o'tibdi. Chunki bu yer bilan bu yer teng debdi. Unda bo'lsa, 2 parcha qilib o'tgandan keyin bu nuqta bilan shundaymi? A ni qanday qilib tutashtiribdi? Tutashtirgan vaqtda qanday bo'lgan? Bu taraf shundaymi? Bu siziqning uzunligi bilan bu teng, unda bu mu teng bo'lgan. Yana qanday bo'ldi? Bu BC ning o'rtasidan bir nuqta topsam, shundaymi? O'rtasidan topgandan keyin shunda bir kesib o'tgan vaqtimda bu yer bilan bu yer teng bo'ldi. Bu nuqta bilan A ni tutashtirgan vaqtimda, ya'ni bu siziq o'zaro qanday bo'lgan? Teng bo'lgan. Bu tik bulonliq 3 bulonniki bir alaydiligi. Unda bo'lsa, bu ikkisi teng bo'lgandan keyin bu bulon bilan bu bulon teng bo'ldi, shundaymi? Ya'ni bu yer beta bo'lsa, ya'ni buning bilan bu teng bo'lgandan keyin bu beta bo'lsa, bu beta, buning bilan bu teng bo'lgandan keyin bu 3 bulon qanday 3 bulon bo'ldi? Teng yonliq 3 bulon. Shundaymi? Unda bo'lsa bu alfa bo'lsa, bu alfa. Ya'ni bu 3 bulonniki ichki bulon yig'indisini ifodalang desa, A qo'shilgan beta qo'shilgan beta. 2A qo'shilgan 2 beta teng 180 gradus. Shundaymi? Bu tenglikning oldi keydini qanday 2 bo'layotgan vaqtimda A qo'shilgan beta teng necha bo'ldi? Albatta 90 gradus bo'ldi. Bunda bo'lsa, tik bulonliq 3 bulonniki bu alaydiligiga asosan biz bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Birinchi savol qarab boqaylik. Unda bo'lsa, ABC deb bir 3 bulon beribdi, shundaymi? Bu 3 bulon qanday 3 bulon ekan? Tik bulonliq 3 bulon, shundaymi? Bu bulon 90 gradus degan gap. Unda biz qaraydigan bo'lsak, D degan bu nuqta, BC degan bu yon tarafni 34dan parchalab o'tibdi, shundaymi? Ya'ni bu uzunlik bilan BD ning uzunligi bilan CD ning uzunligi teng deb beribdi mana. Unda bo'lsa, bu 34dan parchalab o'tgan bu nuqtani, shundaymi? Bu nuqta bilan A ni tutashtirgan vaqtimda bu uzunlik, bu uzunlik, bu uzunlik, 3 ta uzunlik birsi-birsiga teng bo'ldi. Shundaymi? Bu 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, qanday 3 bulon? Teng yonliq 3 bulon. Unda bo'lsa, bu ikki yon birsi-birsiga teng. Bu 30 gradus bo'lsa, alfa mu 30 gradus degan gap. İkinci savol qarab boqaylik. Unda bo'lsa, mushta ABC deb bir 3 bulon bor ekan, shundaymi? Bu yerda A ni sizib qo'yapti. Anandan keyin bizdan nimani so'rabdi? Alfa. Ya'ni bu bulon necha bo'ldi debdi. ABC ga qaraydigan bo'lsak, bu bir 90 graduslik, shundaymi? Tik bulonliq 3 bulon. Bunda bo'lsa, ya'ni bu yon tarafni D degan bu nuqta 34dan parchalab o'tibdi, shundaymi? Ya'ni BD ning uzunligi CD ga teng bo'lgan. Unda bo'lsa, tik bulonliq 3 bulonning alaydiligi botdi. Unda bo'lsa, A bilan bu o'ttir nuqtani tutashtirgan vaqtimda, ya'ni bu siziq va bu siziq o'zaro qanday bo'ldi? Teng bo'ldi. Bu 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, teng yonliq 3 bulon bu taraf bilan bu taraf teng. Unda bo'lsa, teng yonliq 3 bulonning alaydiligi tegidagi 2 bulon teng bo'ldi. 25 gradus bo'lsa, bu mu 25 gradus. Endi biz A, D, E degan bu 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, bu taraf bilan bu taraf qanday ekan? Teng ekan, shundaymi? Bu ikkisi birsi-birsiga teng bo'lsa, bu ya alfa bo'lsa, bu ya qanday bo'ldi? Alfa bo'ldi. Unda 35 gradusga 25 gradusni qo'shib olsam 60 gradus, shundaymi? Alfani qo'shib olsamcha 2 alfa qo'shilgan 60 gradus. 3 bulonning ichki bulon yig'indisi necha bo'ldi? 180 gradus. Unda bo'lsa 2 alfa teng 120 gradus. Unda bo'lsa javob chiqdi, shundaymi? Alfa teng 60 gradus degan gap mana. Unda bo'lsa, keyingi betga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima beribdi? Bu yerda ABC deb bir 3 bulon bor ekan, shundaymi? Andan keyin bir qarabla ko'rib oldim. Ya'ni bu yer bilan bu yerni teng deb beribdi. Unda bo'lsa, bu bir teng yonliq 3 bulon ekan. Teng yonliq 3 bulonda cho'qqisidagi bu bulonning bulon o'rtasi
bu astidagi yan tarafga, ya'ni astidagi tarafga qanday bo'ldi? 90 gradus holatda tushidi degan gap har zaman ashta bo'ldi. 90 gradus holatda tushidi va tegidagi bu uzunlikni qanday qildi? Tam o'ttirisidan, shunama buni D deb olsam, tam o'ttirisidan ikki parcha qilib o'tadi. Ya'ni CD ning uzunligi bilan BD ning uzunligi teng. Bu bo'lsa butun teng yonliq uch bo'lonlarniki nihoyat muhim bir alaydilik. Unda bo'lsa bu alaydilik asosan bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, masalan bu yerda ABC deb bir uch bo'lon beribdi, shunama bu yer 20 gradus, bu yer 40 gradus ekan. Men bu yerni topa olaman. Necha bo'ldi? 60 gradus ikkisining yig'indi siqdan shunama. Unda biz qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir uch bo'lon bor ekan. Unda bo'lsa bu uch bo'lon qanday ekan? Bu bo'lon bilan bu bo'lon teng bo'lgan shunama. Bu ikki bo'lon birisiga teng bo'lgan, ya'ni bu AH degandan bo'ldi. Bu bo'lonninki shunama, bu bo'lonning bo'lon o'ttirisi. Bo'lon o'ttirisi pastga 90 gradus tushgunga qaraganda, unda bu taraf bilan bu taraf teng. Ya'ni bu ADE degan bir teng yonliq uch bo'lon degan gap. Unda teng yonliq uch bo'lon bu ikkisi teng bo'lsa, bu 60 gradus bo'lsa, bu ham 60 gradus teng 60 gradusga teng bo'ldi shunama. Bu 60 gradus degan x bilan 10 ning yig'indisi. Unda olsa x degan necha? 50 gradus degan gap. Ikkinchi savolimiz qarab boqaylik masalan. Unda olsa A, B, C shunama mushta bir 3 bo'lon bor ekan A, B, C deb. Andan keyin bu qanday ekan? Bu siziq shunama bo'lon o'ttirisi ekan. Ya'ni A, B, C. Ya'ni bu bo'lonninki bo'lon o'ttirisi ekan. Bu bo'lonninki bo'lon o'ttirisi pastga qanday qilibdi? Pastdagi bu tarafni tam o'ttirisidan shunama ikki parcha qilib o'tibdi. Ya'ni AC ni ikki parchaga bo'lib o'tibdi. Bu ikki parcha qanday ekan? Men bu yana D deb olsam, ya'ni AD ning uzunligi CD ga teng bo'lgan. Unda bo'lsa bu teng yonliq uch bo'lonniki bir alohidaligi. Shunama. Unda bo'lsa bu bo'lon 90 gradus deb olamiz. Ham bu ikki taraf AB bilan BC ning uzunligimi birisi-birisiga teng bo'ldi. Teng yonliq uch bo'lon ekanligini isbotlab oldim. Bu ya alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'ldi. Bu bo'lon bilan bu bo'lon teng debdi. Bu ham alfa bo'ldi. Unda bo'lsa bu bo'lon, ya'ni tashqi bo'lon shunama, ichki bo'lonning yig'indisi 3-bo'lonningki, ya'ni bu bo'lonninki tashqi bo'longa teng bo'ldi. 90 gradusga teng degan gap. Alfa qo'shilgan 35 gradus teng 90 gradus. Unda alfa teng necha? 55 gradus degan gap. Mana javob chiqdi. Keyingi betga qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'lon biribdi shunama, 3 bo'lon ABC. Nima debdi? Teng tarafli 3 bo'lon. 3 bo'lonniki biz 3 tarafdan tarkib topadiganligini bilamiz. Agar bir 3 bo'lonning 3 tarafi birisi-birisiga teng bo'lsa, biz bu xil tipdagi 3 bo'lonni teng tarafli 3 bo'lon deb ataymiz. Teng tarafli 3 bo'lonning ikki cho'ng alohidaligi bor. Birisi bu 3 tarafi birisi-birisiga teng bo'ladi. Ikkinchi alohidaligi bu 3 bo'lon birisi-birisiga teng bo'ldi. 60 60 60 yig'indisi necha? 180. 3 bo'lonningki ichki bo'lon yig'indisi har zaman 180 gradus shunama. Unda o'ng tarafga qaraydigan bo'lsak, kvadratni beribdi shunama. Kvadratga qarashdan burun biz tikto't bo'longa bir qarab boqaylik. Bu yerda kichik bir tikto't bo'lon bor ekan. Ya'ni tikto't bo'lon degan nima unda bo'lsa, tikto't bo'lon degan 1 2 3 4 ta bo'lon bor ekan shunama. 4 tuli bo'loni 90 gradus bo'lgan 4 taraflikni biz tikto't bo'lon deb ataymiz. Tikto't bo'lonninki uzunroq bo'lgan tarafi uzunlik shunama, buningga o'xshash qisqaroq bo'lgani uchun kenglik bo'ladi. Ya'ni bu ikki uzunlik birisi-birisiga teng, bu ikki kenglik birisi-birisiga teng bo'ldi. Shunama. Agar bir tikto't bo'lonning 4 tarafi birisi-birisiga teng bo'lib qolgan vaqtda bu 4 taraflik nima bo'lib qoldi? Kvadrat bo'lib qoldi. Ya'ni biz ma'qul shaklda davosaqmi bo'ldi. Barliq kvadratlar hammasi tikto't bo'lon, lekin tikto't bo'lonlarningki ba'zisi kvadrat bo'lmay qolishi mumkin. Ya'ni bizga kvadrat degan nima deb so'rasa, 4 bo'loni 90 gradus bo'lgan, shunama va 4 tarafi birisi-birisiga teng bo'lgan 4 taraflikni biz kvadrat deb ataymiz. Unda biz kvadratning alohidligini deb bersa qanday bo'lgan? Barliq bo'lonlari 90 gradus, 4 tarafi birisi-birisiga teng. Masalan, buning uzunligi A bo'lsa, buning uzunligi A, buning uzunligi A, buning uzunligi A degan gap. Unda bo'lsa, bu teng tarafli 3 bo'lon shunama va kvadratning alohidligiga asosan bu ikki savolni bir ishlab boqaylik. Birinchi savol qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima debdi? A, B, C, D shunama ABCD bir kare debdi. Bu bir kvadrat ekan. Anan ikkinchi. Bu yerdagi EDC eşkenar üçgen debdi shunama. Unda bo'lsa teng taraflik nima? 3 bo'lon. Teng taraflik 3 bo'lon bo'lsa qanday bo'ldi? Bu taraf va bu taraf birisi-birisiga teng shunama va ichidagi bo'lonlarmi qanday bo'ldi? 60 gradus, 60 gradus, 60 gradus bo'ldi. Unda bo'lsa kvadratning qanday? Bu bo'lonningki 90 gradus ekanligini bilamiz. Bu yer 60 bo'lsa, bu yer necha bo'ldi? 30 gradus bo'lib ketdi degan gap. Unda bo'lsa kvadratning ya'ni 4 tarafi birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa bu CD ning uzunligi bilan shunama CD ning uzunligi bilan bu AD ning uzunligimi birisi-birisiga teng degan gap. Ya'ni buning bilan bu birisi-birisiga teng.
ADE. Bu 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, qanday 3 bulon? Teng yanliq 3 bulon shunami? Bu taraf bilan bu taraf teng bo'lgan keyin, bu ya alfa bo'lsa, bu ya bunun buldu alfa buldu. Onda olsa 180 gradusdan 30'dan çıkarıp etsem 150 gradus şunama. Bunu 2'ye böletken vaqtimda alfa teng neçe? 75 gradus degan gap. İkinci sual qarab bakaylı. A, B, C, D. Şunama 60, 130, anandikin matrap birisi tenken alfanı tepen alfa neçe depti. Onda olsa biz bu yerden qanday qilamiz elbette bunu şunda qilib parçalayma. Bir taşızıq taatdım şunama. Onda olsa bu taraf bilan bu taraf teng bo'lsa A, B, C neçe buldu? Bu qanday 3 bulon? Teng yanliq 3 bulon buldu. Onda olsa yani teng yanliq 3 bulon bo'lgandan keyin tigidagi bu bulon bilan bu bulon qanday buldu? Birisi teng. Onda olsa 180'den 60'dan chiqarib o'tib 2'ye bo'lgan vaqtimda 60 gradus qoldi. 60 qanday 3 bulon bo'ldi? Teng taraflik 3 bulon shunami? Unda olsa bu taraf birisiga teng degan gap. Unda olsa 130'dan 60'dan chiqarib olsam, bu bulon necha gradus bo'ldi? 70 gradus. Unda olsa qaraydigan bo'lsak, bu taraf bilan bu taraf teng bo'lsa, bu 3 bulon qanday 3 bulon bo'ldi? Teng yanliq 3 bulon. Unda olsa bu bulonmi 70 gradus degan gap. Unda olsa bu 3 bulonniki ichki bulon yig'indisi 180, uningdan 70 140 ni chiqarib o'tgan vaqtimda bu yana chiqaldi 40 gradus. Alfa degan 40 bilan 60 ning yig'indisi. Unda olsa alfa teng 100 gradus deb olamiz. Shundaymi? Keyingi betga qarab boqaylik olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir to'p 3 bulon berib turishadimi? 3 bulon A, B, C. Unda olsa nima debdi bizga? B, A, E degan bu bulon B, A, E. Shunami? Bu bulon, men qayta bir sizay bu yerga, ya'ni bu bulon nimaga teng bo'lgan? E, A, C degan bulonga. Qani E, A, C. Ya'ni bu bulonga teng bo'lgan. Unda olsa bu yerdagi bu alfa, shunami? Nimaga teng ekan? Bulon B'den, shunami? Bu bulondan men buni B deb olay. Bu bulonni, yani C'ni, yani bu bulonni elitib, bunu 2'ye bölgenge teng depti. Onda olsa biz bunun isbotini bir chiqarib baqayli. Qaraydigan bo'lsak, shunami? Men bu bulonni, yani bu bulonni nim deb olay? Beta deb olay. Onda olsa bu mu nim bo'ldi? Beta bo'ldi. Onda olsa bir ifodalab baqayli. Bu bulon nimaga teng bo'ldi? Betaga C'ni qo'shganga teng shunami? Beta qo'shilgan C. Onda olsa bu bulonga üstüdeki bu bulon alfanı koysam 90 gradus. Şunama çünkü bu ya neçe gradus? 90 gradusken. Onda olsa qanday yazib olma? Bu yerdeki beta qo'shilgan C qo'shilgan üstüdeki bu alfa şunama teng neçe 90 gradus. Onda olsa biz yana qanday ifodalaymiz? Men qaraydigan bo'lsak, bu bulon bilan bu B'ni qo'shib etsam, shunami? Bu sirtidagi bu 90 gradusga teng bo'ldi. Chunki 3 bulonniki, shunami? Bu tik 3 bulonniki ichidagi 2 bulonning yig'indisi sirtidagi bulonning, ya'ni 3-bulonning bu bulonning qanday sirtidagi bulonga teng deb o'rgangan edik. Unda olsa, men bu bulonni qanday ifodalayman? Bu yerdagi betadan alfani elitimiz, shunami? Beta elangan alfa qo'shilgan bu yerdagi B. Neçe buldu? 90 gradus degan gap. Unda olsa 90 gradus bo'lgan ekan birisiga teng. Ya'ni bu yerdagi beta qo'shilgan C qo'shilgan alfa teng beta elangan alfa qo'shilgan B. Ikki tarafda beta bo'lgan ekan yo'qolib ketdi shunami? Bu minus alfani bu tarafga o'tgan vaqtimda 2 alfa teng B elangan C. Unda olsa alfa teng B elangan C bo'lingan 2. Yani mush munosabat chiqdi degan gap. Biz buni isbotlab bo'ldik. Shundaymi? Isbotlab bo'lgandan keyin bir xulosalab olaylik. Mushta bir to'l 3 bulon bo'lsa, shundaymi? Buningki bir bulondan, shundaymi? Bir bulon o'tirisi tushgan vaqtda. Unda bo'lsa, bulon o'tirisini sizib bo'lgandan keyin bu yerdan bu nuqtadan o'tkazib, ya'ni pastga 90 graduslik bir bulon chugizsam, shundaymi? Bu yerda shakllangan, ya'ni oraliqda shakllangan bu bulon alfa nimaga teng bo'lgan? Bu bulondan bu bulonni elitib, shundaymi? Ya'ni B'den C'ni elitib 2'ye bölgenge tengken. Undaq bo'lsa, o'rganganimizni bir ishlatib baqaylik, shundaymi? Bu savol qaraydigan bo'lsak, nima debdi? BAE degan bu bulon bilan EAC degan bu bulon qanday? BAE, ya'ni bu bulon bilan bu bulon qanday ekan? Birisiga tengken alfani tepang debdi, shundaymi? Biz bu qoidaga asosan 68 gradusdan 40 gradusni elitib 2'ye bölgan vaqtimda bu bulon chiqdi, shundaymi? 68dan 40 ni olsam 28 2'ye bölsam 14 gradus. 14 gradus bilan bu alfaning yig'indisi 90 bo'lishi kerak. Chunki bu yerda allburun 90 graduslik bir bulon bo'lib bo'ldi. Unda bo'lsa, alfa teng necha? 76 gradus degan gap. Ikkinchi savol qarab baqaylik. Bu yer qaraydigan bo'lsak, ABC degan mushta bir 3 bulon shunami? Unda bo'lsa, bu bulon o'tirisi pastga tushibdi 90 graduslik
miyada bir bulun şekillenipdi. Şundaymi? Onda bu arfa degan bu qoidaga asosan 70 ni 30 ni elib deb 2 ga bo'lsam bo'ldi. 20 gradus degan gap intayin tiz. Navoda biz bu qoidani unutib qolsak qanday qilamiz? Bu ikki savolni yana ishlab chiqarg'ili bo'ldi albatta. Shundaymi? Masalan, qaraydigan bo'lsak, ABC degan bu 3 bulonniki tegidagi 2 bulonni biribdi. 68 gradus, 40 gradus. Qo'shib olsam necha bo'ldi? 108 gradus. Shundaymi? 180 dan chiqarib o'tgan vaqtimda bu bulon necha gradus bo'ldi? 72 gradus bo'ldi. Unda bo'lsa bu bulon o'ttirisi bo'lgan ekan, shundaymi? 72 ni 2 ga bo'layotgan vaqtimda bu bulon 36 gradus bo'ldi. Unda arfani tepish uchun 36 ga 40 ni qo'shsam 76 gradus. Shundaymi? Ikkinchi savol qarab boqaylik. 70 30. Unda bo'lsa ustidagi bulonni topa olamdik, albatta. 180 dan bu ikkisini chiqarib o'tamiz, shundaymi? 80 gradus qilib qoldi degan gap. 80 gradusni 2 ga bo'layotgan vaqtimda bu bulon necha bo'ldi? 40 gradus bo'lib ketdi. Unda bo'lsa buni qanday topamiz? 40 ga 30 ni qo'shsam 70 gradus, shundaymi? Unda bo'lsa bu 3 bulonning ichida bu 90 gradus, bu 70 gradus bo'lsa, 180 dan 90 ni 70 ni chiqarib olsam, bu yerdagi arfa yana qanday bo'ldi? 20 gradus degan gap. Qaraydigan bo'lsak, shundaymi? Mazmunlarimiz tugabdi. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz 3 bulondagi bulonlar mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.